Eron parlament raisi Muhammad Boqir Qolibov AQSh prezidenti Donald Trampning Eron ustidan go'yoki to'liq g'alaba qozonilgani haqidagi navbatdagi da'volarga keskin javob qaytardi. U X platformasidagi postida Amerika ommaviy axborot vositalarining Trampdan iqtibos keltirgan shoshilinch xabar prezident Tramp AQSh Eronni mag'lub etganini aytmoqda mazmundagi yangiligiga mana bunday munosabat bildiryapti. U so'nggi 2 hafta ichida bizni 9 marta mag'lub etganini da'vo qilmoqda. Kulgili deb yozmoqda. Eron majlisi spikeri Jahongir aka 9 marta mag'lub etgani yozilmoqda. Endi har safar AQSh chiqib aytayapti-ku, endi biz yutdik deb, shundaymi? Assalomu alaykum. Bu holatda aytish kerakki, Trampni aslida kimligini ko'rsatib qo'ydi-da bu urush. Ya'ni konfliktlar o'ziga xos tarafi borki, ular aslida kim ekanligini ko'rsatishi bilan alohida ahamiyatga ega. Shunda sezilib qoladi. Aslida qancha resursi bor, qancha imkoniyati bor, o'zi qanday inson yoki qanday jamiyat degan savollar chiqadi-da. Va bu holatda yaqqol ko'rinib qolyapti va Trampning ritorikasi uni asabiylashayotganini va tobora bu vaziyatdan chiqish yo'lini qidirayotganini ko'rsatadi. Unutmaslik kerak, bu urush siyosatshunoslik nuqtai nazaridan na liberalizmga to'g'ri keladi, chunki urush yo'li bilan qilmaslik kerak, na realizmga to'g'ri keladi. Realizmda ham aniq ittifoqchilarni qo'llashi, resurslarni hisob-kitob bilan bo'lish kerak-da. Va na boshqa neomarksizmga, boshqa usullarga to'g'ri keladi. Hech qaysisiga to'g'ri kelmaydi. Ko'proq buni siyosatshunos emas, ko'proq psixologik tahlil qilish kerak-da. Ya'ni bu kurashni boshlanishi. Shuning uchun ham hozir g'arb matbuotida, ijtimoiy tarmoqlarda tobora norozilik kuchayyaptiki, bu qaysi taraflama bu asossiz bo'lgan degan ma'noda-da. Bu yerda faqat bitta davlat manfaati bo'lyapti. Isroil manfaati uchun Amerika urushga kirib qolgani yaqqol ko'zga tashlanib qolyapti. Va bu albatta o'zini siyosiy jihatdan oqibatlari boshlab yuborildi. Va Yevropa ham to'g'risini aytish kerak, o'zbek xalqida maqol borki, ya'ni yemagan somsasiga pul to'lashni istamaydi. Ya'ni ulardan so'rashmaydi-ku, agar so'raganida javob berishi mumkin edi. Ya'ni tasavvur qiling, siz kimlardir qarorni kelishmasdan o'zingiz boshlab yubordingizda, keyin undan muammo bo'lsa yordam kutyapsiz-da. Xarajat qilinishini unda nima deydi, muammolarni siz bilan birga qaysidir ma'noda kaltak yeyishini kutyapsiz-da. Bu holatda. Bu bilasizmi, boyagi holatga o'xshab ketyapti. 57-yil, demak, Eisenhower AQSh prezidenti va Britaniya bilan Fransiya shu Suvaysh operatsiyasini 56-yil. 56-yil. Suvaysh operatsiyasini boshlashyapti Misrga qarshi. Va bu yerda SSR aytayaptiki, yana bir qadam tashlasalaring poytaxtlaringga atom bombasi uchadi, deyapti. Va Britaniya bosh vaziri Eisenhowerga darhol chiqyapti. Yordam so'rab chiqsa, Eisenhower urushib, kimdan ruxsat so'rab boshlading bu urushni? Endi qarzni qaytarish vaqti keldi. Qarzni qaytarish vaqti. Jahongir, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, demak, studiyamizda siyosatshunos, tarixchi, dotsent Jahongir Akramov va biz biroz tarixga ham nazar tashlaydigan joy bor. Mana hozir juda ko'pchilik aytayapti-ku, Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga quruqlikdan kirishi mumkin emas. Mana shunga o'xshagan masalalar juda ham ko'p aytilyapti va biz kichik bir tarix bor, o'zi juda yaqin tarix. Mana shu 80-yillar Jahongir aka. Albatta, 1980-yil. 80-yil. AQSh nimaga harakat qilib ko'rgandi shunda? AQSh o'zini 444 kun davomida garovga olingan diplomatik missiya vakillarini, ya'ni AQSh elchixonasi, AQShning Tehrondagi elchixonasidagi xodimlarni qutqarish uchun harakat qilgandi. Agar maxsus kuchlarni operatsiya yuborilgandi, to'laqonli nima deydi, mag'lubiyatga uchragan sharmandali operatsiya sifatida tarixda qolgan. Va mana shuni o'zi qaysidir ma'noda ularga dars bo'lishi kerak edi va imkon bo'lsa hali bundan boshqa operatsiyalar ham bor-edi. Shular yana bir umumiy ketma-ket ko'rib olsa yaxshiroq bo'lar deb o'ylayman. Ya'ni Trampni nafaqat u g'alabalarni eslaydi. U avvalo mag'lubiyatlarni ham o'qish kerak edi. Tarix faqat bu g'alabalardan iborat emasdi. Agar u faqat g'alabalarni o'qiyversa, u keyingi tashlayotgan qadami noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin-da. Va o'zini har tomonlama o'rganish kerak edi. Unga faqat yaxshisini o'rgatib turib, faqat yaxshi narsalar, yaxshi kazino, mana yaxshi modellar uchrashuvi, modellar namoyishlarda yuraverib, u faqat nima deydi, g'alabalar eyforiyasiga ko'milib qolganligi ma'lum bo'lib qoldi-da. Lekin unutmaslik kerak, aynan Eronda AQSh keskin zarbalarga uchragan. To'g'ri, endi buni xalqaro huquq masalalarida bahsiy holatlari bor. Endi bularda imkon bo'lsa aytib o'tmoqchimiz va shuning uchun ham men imkon bo'lsa shu ko'rsatuv nomini shunaqa nomlashni taklif qilgandim. Ya'ni qayrilgan burgut panjasi, chunki bu operatsiya nomi burgut panjasi edi. Burgut panjasi AQShning Erondagi muvaffaqiyatsiz operatsiyasi degan. AQShning Erondagi muvaffaqiyatsiz operatsiyasi.
Nurbek yozib qo'yamiz qo'shimcha sarlavha sifatida. Ha, o'zi yubordim shuni. Shu holatda. Xo'p, agar imkon bo'lsa, hozir bir necha suratlarni tashladim. Buni ham Shokurjonga yuborib qo'ysangiz, ha. Xo'p, demak, avvalo boshdan boshlasak, birinchi o'rinda 1979-yilgacha bo'lgan Eron va o'shandan keyingi jarayonlar bog'lanadi. 1979-yilgacha Eronda shoh davlati bor edi, Eron podshohligi edi. Uni rahbari o'zi Shahanshoh Muhammad Rizo Pahlaviy deb atalardi. Muhammad Rizo Pahlaviy, agar imkon bo'lsa, uni ham suratini tashlab qo'ygandim. Surat chiqarsangiz, bu inson AQShga juda ham bog'liq bo'lgan, hatto AQSh uni hokimiyat bir marta ag'darilganda qaytarib qo'ygan hamda Mosaddiqni ag'darib turib 53-yilda. Hatto shunchalik uni o'zinikini nima deydi, AQShni shunaqangi ishonchli odam ediki, unga ishonch. Uni ko'ngli xafa, xursand bo'lsin, Eron xalqi buni kutib olsin deb 53-yilda u Amerika va Angliya yordamida qayta Tehronda hokimiyatni egallaganda ikki tarafga odamlar yashasin shoh deydigan odamlarni ham pul to'lagan ekanda. Ular yashasin shoh, xush kelibsiz, mana shohimiz qaytdi degan gaplarni pul to'latib ayttirgan ekanda. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu ham xarajatlar kirgan ekanda. Nima deydi? Ali smetada o'tirgan edi. Smetada turgan ekanda. Bu ham ishonib qolgan ekanda. Ya'ni meni xalqim yaxshi ko'radi debdi. Diktatorlik tizimlarida shunday. Ha, shunday holat. Ya'ni bularni yaxshi biladi, mayli xursand bo'lib tursin degan ma'no. Lekin uni hokimiyati unutmaslik kerak. U fakka o'xshardi, xuddi o'zini Versalda yashardi-da. Faysal aytganidek, Muhammad Rizo Pahlaviy o'zini sharq hukmdori emas, bu 18-asr Fransiya qiroli deb o'ylayapti shekilli degan. Ya'ni shunaqangi nima deydi, juda katta xarajatlar qilardi. Endi bu vaqtda to'g'ri, endi Eronda u modernizatsiya qilishga harakat qilgan, lekin rivojlantirish, lekin bu narsalar jamiyat manfaatini ham hisobga olmagan va kuchli mulkiy tabaqalanish yuzaga kelgandi. Ya'ni aholi nisbatan boylar boy, kambag'allar kambag'al. Va aholini ijtimoiy to'laqonli ehtiyojlarini hisobga olmasdan, o'zi asosan bayramlarda, masalan, har kuni Parijdan maxsus reys bilan tushnikka olib kelingan. Shohga. Shoh va uning xotiniga. Hozir shularni bolasi hozir men Eronni tartibga solaman deyapti. Ha, Eronni qutqaraman deyapti-da, o'sha holatlarni tasavvur qiling. Har kuni vaqtda Eronda qancha minglab odamlar ochlikdan o'lyapti, ochiq holatda yashardi-da. Ya'ni har kuni Parij restoranlaridan maxsus reys bilan, charter reyslar bilan, har belgilangan reyslar bilan Tehronga tushib olib kelingan. Ha, endi shunaqa juda nima deydi, o'zi kiyimlanish, o'zini alohida marosimlari, bu xuddi nima deydi, ahamoniylar bilan burbonlarni aralashmasi edi, xullas. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zini mohiyatan ahamoniylar deb atardi, lekin ko'rinishidan ya'ni burbonlar imperatori bor, Ludovik 14 qirol oftoblar bor-ku. Xuddi o'shalardek tushga harakat qilardi o'zini. Va uni lekin ahvoli og'ir edi. Masalan, u maxfiy politsiya tuzganda Savak degan ushbu maxfiy politsiya Erondagi o'sha tuzumga norozi bo'lganlarni topib, maxfiy qiynash bilan shug'ullanadi. Ya'ni avtoritar tuzum edi-da, endi ochiq bilan aytadigan bo'lsak, ya'ni o'zi demokratiya deb atalardi, lekin mohiyatan avtoritar davlat edi. Uni xalqaro, lekin AQSh prezidenti bilan juda yaxshi edi. Masalan, Carter yangi yilni u bilan birga Eronni kutib olganda. Endi pulini to'lagan bilan hamma yaxshi bo'lgandan keyin albatta. Xuddi va 78-79-yillarda, 77-78-yillarda juda kuchli nimalar qamrab olganda mamlakatni. Noroziliklar, liberallar ham qarshi chiqqan, so'llar ham qarshi chiqqan va Oyatulloh Xumayni hamma yomon ko'radi. Hamma yomon ko'rishadi. Anaqa magazinchi G'aybulla ham yomon ko'radi deganda. Shuda endi. Va to'liq hatto endi asosiy kuchda endi Oyatulloh Xumayni tarafdorlari bo'lgan, Islom inqilobi holatlari bo'lgan va shu janjallarda hatto Muhammad Rizo Pahlaviy AQSh prezidentidan yordam so'ragan ekan, qo'shin kiritib janjalni hal qilib bering degan. Erondagi janjal o'zining mamlakatiga. Endi Carter bunga rozi bo'lmagan, endi bu juda nima deydi, AQShda ham oqlamaydi, buni ustiga o'zini demokrat deb e'lon qilgan. O'zi Lotin Amerikasida diktaturalarga qarshi e'lon qilyapti, o'zi yana Lotin Amerikasiga qilgan ishini katta to'qmoq siyosatini yana qaytargandek bo'lardi-da. Eron shohi o'zini mamlakatidagi odamlarni bostirish uchun boshqa davlatdan namoyishlarni bostirish uchun, hatto namoyishlarni ham bostirishga kuchi yetmaydi. O'g'lidan ne xafa bo'lishyapti o'zi? Ha, o'shanda bor. O'g'li mana AQShni gumanitar intervensiyasi deyapti-yu. Demak, shuni o'g'lida endi. Shuni o'g'lida endi. Shu holatda, ya'ni biz mana muxlislarga aytib ketaylik. Mana Rossiya bo'ladimi, Ukraina, AQSh bo'ladimi, doim mana shu sotqinlar masalasi bor-da. Sotqinlar, xoinlar, ya'ni mamlakatdagi tizimdan qat'iy nazar o'zga davlatdan yordam so'rab mana shu narsa
bu juda ham dahshatli bir qo'rqinchli narsada. Masalan, mana hozir Rossiya Ukrainaga urush qilyapti-yu, lekin Rossiya, men o'zim shaxsan agar Rossiyadan kimdir qaysidir davlatdan yordam so'rab bizda nimadir qilib bering desa, men uni o'zim xoin deb atagan bo'lardim, to'g'risi. Buni ahamiyati yo'q. Masalan, hozir Eron bo'yicha ham aytishadi-ku, Jahongirga hozir Eron Amerikani oqlayotganlar ham bor ekanda, Eron Amerika to'g'ri qilyapti. Endi bilmadim qaysi mantiq bilan oqlashyapti-yu, mayli. Bu tizim umuman boshqa narsada, tashqi agressiyani oldida. Bu Westfal modeliga mohiyatan xalqaro munosabatlardan asosiga bolg'a urishdi. Chunki hech qaysi davlatni ichki ishlariga aralashish, tuzumni majburiy almashtirish, ikkinchidan bo'lsa diplomatiyaning oltin qoidalari bor. Diplomatik muzokaralar fonida urush qilishga yo'l qo'ymadi. Masalan, nima uchun amerikaliklar yaponlarni ikkinchi jahon urushdan boshida yomon ko'rib qolishgan? Chunki Pearl Harbor davrida o'chibdimi? O'zir ovoziga yetib bormayaptimi? Aniqmi? Qotyapti juda ham. Hurmatli kuzatuvchilar, demak yo'q, bu ancha qotib turdi hozir. Hurmatli kuzatuvchilar, uzr so'rayman Jahongir aka. Ovoz va tasvir yaxshi yetib borayotgan bo'lsa, xabar berib qo'ysangiz, hurmatli kuzatuvchilar. Mana yozishyapti. 1 minut ishlamay turdi deyishdi. Qaramagasizlar. Yo, Shokirjon, darrov talashmanglar, qaramagansizlar, chunki o'zim men ham bu yerda bildim-da buni. Admin qismida ko'rdim, bu ishlamayotganini. Keyin bu yerda YouTube'dan tekshirdim, Jahongirga gapirib. U yerda ham ishlamadi, mana endi muxlislar ham yozishyapti. 1 daqiqa ishlamay turdi deb. Xo'p. Hozir ishlayotgan bo'lsa, ha, boshlaymiz. Demak, bu o'rinda unutmaslik kerakki, Ikkinchi jahon urushining boshida amerikaliklar yaponlarni qattiq yomon ko'rib qolish sabablaridan biri aynan Pearl Harborga hujumdan oldin Yapon delegatsiyasini Amerika delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazayotgani bo'lgan. Ya'ni umuman protestant axloqi deymiz-ku, masalan, unda yuzaga kelganga ko'ra muzokara o'tkazilyaptimi, munosabatlar bo'lyaptimi, bunga kurashni aralashtirmaslik kerak degan tushuncha bor-da. Diplomatik Amerika bilan Yaponiya o'rtasida muzokaralar ketayotganda Yaponiya hujum qilib qolgan. Va buni qattiq hozir masalan amerikaliklar aytadiki, harbiylar juda ko'pchiliklar aytadiki, bu xiyonat bo'lgan. Biz nima uchun yomon ko'ramiz? O'sha holatda yomon ko'rganmiz, chunki muzokara o'tkazayotganda hujum qilgan deyishganda. Bu holatda xiyonat qilishganda, ya'ni yaponlar kelishuvlarni buzib hujum qilishgan-ku. Endi Amerikani o'zi shuna qilyapti-da, va biz adolat qilib yana boshqalardan yordam ham talab qilyapmiz degan masalada hozir ikkiyuzlamachilikni keskin ko'rinishi degan ma'noda bo'lyapti-da. Shuning uchun ham muzokaralar bu muqaddas masala. Shuning uchun ham hozirgi holat bu juda ham jiddiy, hatto Westfal modeliga berilgan zarba. Ya'ni bu tizimga berilgan zarba-da. Ertaga mana shu tizimda o'zi ham turibdi-da. Menga ildiz bo'lsa hamda asosiy nima deydi? Eng katta shoh bo'lsa ham Amerika ham bir shoh xolos-da. Ya'ni ana hukmdor shoh emas, daraxt shohidagi gap. Har qanday shohga baribir bolg'a urilishi mumkin. Kichkina shohga berilgan bolg'a singari-da. Mana shu bu holatda o'zini asrash uchun bu tizimni qilmaslik kerak edi-da. Hozir tizimli zarbani urgandan keyin endi bu yoqdan keyin natijani olaveradi. Endi keling, masalan, asosiy mavzuga qaytaylik, hozirgi operatsiyaga. Demak, 79-yilda ahvol og'irlashib ketadi, 78-yil oxirida va Eron shohi mamlakatni tark etadi va fevralda va 11-fevralda g'alaba qozonib, Eronda tuzum, ya'ni o'sha kurashda o'zi ma'lum bo'lib qoladi, armiya shoh tarafida emasligi. Shu armiya aytadiki, xalq qarshi chiqyapti-ku, endi biz xalqqa o'qitmaymiz degan. Dushman bosib kirsa biz qarshi chiqamiz deganda Eron armiyasi. Lekin qo'ying, faqat mana Savakgina biroz qo'llayotgani va bir qancha amaldorlar qo'llayotgani ma'lum bo'ladi xalosda. Aksariyat omma qarshi, bir qism betaraf turibdi-da. Ya'ni Eron shohini ijtimoiy tayanchi yo'qligi bilinib qoladi. Ya'ni fakligi ma'lum bo'lib qoladi uni tizimida. Va Eron shohi qochib ketadi 79-yilning yanvarida. Va 79-yil fevralda hokimiyat tizimida o'sha Eron rahbari, bo'lajak rahbar Oyatulloh Xumayniy Fransiyadan maxsus reysda keladi va martda tuzum o'zgaradi va shundan keyin munosabatlar buzilaveradi. Endi qarama-qarshilik kuchayadi. Endi AQShning maqsadi o'zini ittifoqchisini qaytarish edi. Lekin AQSh birinchi o'rinda bu yerdagi tizimdagilar bilan, mo'tadil odamlar bilan kelishishga harakat qilganda, Banu Sadr deymizmi, boshqalar bor-ku, birinchi prezidentlar bilan. Ya'ni sizlar biz manfaatli taraflama hamkorlik davom etishi kerak-ku boshqa masalada.
va o'sha vaqtda munosabatlar juda ham jiddiylashib ketgan va 79-yilning 4-noyabr kunida tan olish kerak, bu avvalo oldin aytib qo'yay, bu xalqaro munosabatlarda eng katta buzilgan qonunlardan biri. Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena konvensiyasini buzilishi edi. Erondagi o'sha talabalar o'sha Oyatulloh Xumayniy tarafdorlari bostirib kirishadi AQSh elchixonasiga. Uni tasvirlariga ham bor, agar imkon bo'lsa. Suratlarni olib chiqing Shokirjon. Mana bostirib kirish jarayoni bor alohida. Bostirib kirish. Elchixonani egallagan joyi bor. Agar hozir endi buni mana aytib o'tish kerak, hurmatli kuzatuvchilar, nima bo'lishidan qat'iy nazar, elchixonalar, elchilar, diplomatik korpuslar hammasi daxlsiz. U boshqa davlat huquqi. Buni hech qanaqasiga oqlab bo'lmaydi. Narigi taraf yomonmi, yaxshimi, ahamiyati yo'q. Elchilarga o'lim yo'q degan gap bekor emas. Ular daxlsiz bo'lish kerak. Mana bu suratlar. Ha, mana bostirib kirishyapti elchixona hududiga, nima deydi? Hujum qilishdi va bu holatda unutmaslik kerak, o'sha vaqtda 66 ta odam asirga olingan. 66 ta odam asirga olingan elchixona hududida. Endi ular bu holat endi tan olish kerak. Xalqaro huquqda endi Eronning obro'sini tushirgan ham. Hatto bu musulmon davlatlar ham buni. Muammoda ham mana shunday Saudiya Arabistoni elchixonasiga ham hujum qilib qolgan. Ha, shu 2016-yilda, ya'ni ular hissiyotlarga berilib ketmaslik kerak-da, berilib ketmaslik kerak, albatta. Ya'ni ba'zida shuning uchun ham qaysidir ma'noda ya'ni boshlangan Iroq urushi ancha nimalarni pasayishiga sabab bo'lganda, hissiyotlar, chunki urush baribir urush vaqtida ancha kamayishi ehtimoli bor va bu holatda mana ko'ryapmizki, hatto mana ayollar ham bor, boshqalar ham bor, juda kuchli omad bostirib kirgan, 66 ta odam asirga olingan. 79-yil 4-noyabrda. 4-noyabrda va ular 444 kun asirlikda qolishgan. Lekin 66 emas, dastlab 13 kishini keyinchalik chiqarib yuboradi, bular qora tanlilar va ayollarni. Keyin bitta odamni kasal bo'lib qolgandan keyin chiqarib yuboradi. 50 kishini keyin 81-yilda qaytariladi. Endi ya'ni Jazoir kelishuviga ko'ra. Nima talab qilgan ular jahon? Birinchi o'rinda talab Muhammad Rizo Pahlaviyni qaytarish. Shohni qaytarish. Nimaga? Eronga biz sud qilamiz deyishgan. Endi u rak kasaliga uchraganda, endi bu og'ir savol, mana unutmaslik kerak-da, mana AQSh uchun juda ham qiyin holat. Ya'ni uni fuqarolarni qutqarish kerak. AQSh aholisi talab qilyapti, junbushga kelyapti, urush harakatlari qilaylik degan o'nglashyapti ham. Lekin bu holatda agar shohni qaytaradigan bo'lsa, unutmaslik kerak, agar bostirib kiradigan bo'lsa, odamlar o'lishi mumkin. Ehtimoli katta. Shohni qaytarsa bo'lsa, aytayaptiki, AQSh nima deydi, uni nechta unga ishlaydigan davlatlar bor-da, ular bilan agar u bitta ya'ni bu pretsedent bo'ladi, qolgan hamma shu ishni qila boshlaydi deb o'ylaydi-da. Qolgan hamma keyin elchixonalarni egallab, hamma nimalarimizni, masalan, bizga ishlaydigan diktatorlarni qaytarishimiz mumkin degan masala bor. Chunki u vaqtda bilamizki, Afrikalarda ham Mobutular bor edi, boshqalar bor edi. Ular nima deydi, Eron shohi ular oldida farishta edi mohiyatanda, qaysi ma'noda. Ya'ni juda ham o'zini xalqiga qirganlarni ham qo'llab-quvvatlardi-da, Qo'shma Shtatlar. Kambodjadagi Pol Potni ham qo'llagan-ku. Xuddi shundayda. Ya'ni Sayitfoq bilan Vyetnam qarshi chiqqan, AQSh bilan qilib Pol Potni qo'llaganda, o'zini xalqini qirgan hukmdor-da. Shuning uchun ham mana shu insonni qaytarishni talab qilishgan. Nimada topshirishni talab qilishganda, shundan keyin odaminglarni beramiz deganda, endi tasavvur qiling, bu og'ir ahvolda va shuning uchun ham endi qiyin holat qoladi, ularni qutqarish kerak. Albatta o'zini fuqarolarini qutqarish kerak Amerika oldida. Va qutqarish uchun lekin bitta holat bor, shu yerda o'rnatish kerakki, 6 ta odam Kanada elchixonasiga yashirib olinadi yoki Kanada elchisi nima deydi? O'sha vaqtdagi elchisini uyiga, rezidensiyaga kirib olishadi, uyda o'sha yerda 72 kun qolishadi-da. Kechasi 79 kun qolishadi. 79 kun yashirinishadi, 2 oydan ortiqda. 6 ta inson. Ular Kanada ayyorligi deyiladi. Shundan keyin ularni maxsus nima qilishgan, qutqarib olib chiqib ketgan. Bu bo'yicha film bor. Ben Affleckning o'sha Argo operatsiyasi degan kinosi bor, lekin u kinoda juda AQShni markaziy razvedka xizmatini juda zo'r ko'rsatgan, lekin unutmaslik kerak. Aslida bu ko'proq kanadaliklarning ishi edi va Kanada aytganki, biz hatto endi sizlarga ismlaringni ko'rsat, endi bu yerda Tony Mendesning ishi ham bor. Endi tan olish kerak, bu kuchli nima deydi, professional yondashgan bu ishga. Ya'ni shunday qilishganki, Gollywood kino olyapmiz degan.
kino olyapmiz, shunaqa haqida o'sha vaqtda mashhur edi-ku, o'zga sayyoraliklar, yulduzlar jangi kabi masalalar. Ya'ni o'zga sayyoraliklar hujum qiladi, himoya qilish to'g'risida Yaqin Sharqda olamiz, joy qidiryapmiz deb oldindan e'lon qilishgan, studiya tashkil qilishgan sun'iyda. Bunga keyin ishonib mana shu inson Tony Mendes mukofot olayotgan holati endi bu. Bu odam shu g'oyani chiqarganda keyin o'zi borgan va 6 ta o'sha Kanada nomidan borganda, Kanada fuqarosi sifatida va o'sha yerga borib turib, ularni ham nima deydi, boshqa viza oldindan tayyorlangan pasportlar bilan nima deydi, Kanada fuqarolari, kino aktyorlar sifatida ko'rsatib, mamlakatdan samolyotda suyruqqa olib chiqib ketgan. Shuning uchun Kanadaga yordam degan rasmlarni ham ko'rishingiz mumkin. Chiqarib yuborilgan, ya'ni Amerikada juda mashhur holati bo'lgan. Ya'ni oltida bu Carterning o'sha vaqtdagi juda pasayib ketgan obro'sini ko'tarishga katta rol o'ynagandi. Bu yanvarda bo'lganda endi yanvar fevralda bu mana shu operatsiya, lekin unutmaslik kerak, Kanada aytdiki, buni sizlar faqat o'zlaringniki deb ko'ribsizlar, lekin biz hatto ba'zi nimalarimizni ko'rsatmaganmiz ham, nima deydi, o'zini maxfiy xizmatlarimiz kim ekanligini ko'rsatmadik. Juda o'z rollaringizga katta baho berib o'rgansizlar deb Argo operatsiyasini, o'sha filmni biroz tanqid qilishgan. Lekin yaxshi ishlangan. Qaysi ma'noda? Faqat bitta holat borki, sal nima deydi, mafkuraviy jihatdan bir tomonlama yondashilgani ham to'laqonli ko'rsatilgan. Lekin baribir operatsiyani muvaffaqiyatiga qo'l qo'yish kerak. Argo operatsiyasi yoki Kanada ayyorligi deyiladi. Shundan keyin BMTdagi o'sha vakil ham qattiq tanqid qilgan Eronniki, ya'ni sizning suverenitetni buzdilaring, ya'ni yolg'on gapirdilaring degan. Shundan keyin chona yopilgan Kanada elchixonasi. O'sha holda o'sha chiqib ketishgan shu bilan. Xo'p, demak, asosiy masalaga qaytaylik. Demak, bu endi boshqa jarayon. Endi 6 kishining chiqib ketishi masalasi asosiy, hamma diqqat e'tibor, ya'ni 6 kishining u yerdaligini hech kim bilmagan. Shunday. 6 kishining u yerdaligini maksimal sir saqlashganda, keyin chiqib nima deydi, maxfiy xizmatlar orqali. Agar bilib qolganida uni topish ehtimoli baland bo'lardi-da endi. To'g'ri, endi kinoda xuddi samolyotgacha chiqqangacha bilib qolib, o'shani dramalashtirib yorishgan-ku, endi Gollivud endi u. Endi unutmaslik kerak, hamma narsa Gollivud emas. Mana shu Trump ham buni unutmaslik kerak edi. Sal ba'zida Gollivud deb hisoblab yuboradi-da. Jahon siyosatini ham. Xo'p, demak, bu yerdagi ikkinchi asosiy masala bu aholini qaytarish edi. 66 ta odamni qanday qaytarish masalasi bor edi. 52 ta qolganda va 53 ta qolganda shu vaqtda qanday qilib chiqarish masalasida muzokaralar ketganda, muzokaralar jarayonida endi aholi uni qaytara olmaymiz, Muhammad Pahlaviy deb turishgan. O'sha vaqtda ikkita tashqi ishlar vaziri bir bilan ko'rishgan. Bular Cyrus Vance, agar shu insonni ham tasvirini ko'rsatsangiz, bu inson AQShni davlat kotibi bo'lgan 77-80-yillarda operatsiyaga qarshi bo'lib keyin lavozimdan ketgan. Operatsiyaga qarshi bo'lgani uchun keyin lavozimdan ketgan odamda Cyrus Vance. Ya'ni bu narsa to'g'ri kelmaydi operatsiyaga degan. Xo'p, va Eron tarafidan bo'lsa, albatta bu Sodiq Qutbzoda. Ikkita inson shu asosiy muzokaralarni olib borishgan o'sha vaqtlarda, qanday qilib qolishgan. Mana Cyrus Vance, bu insonni eslab qolaylik. Bu inson muzokaralar tarafdori edi va operatsiya boshlanishidan oldin nima degan, 20-aprelda ariza yozgan, lekin arizasini olmasdan turishgan. Operatsiyaning ichasidan ketib, 28-aprelda o'zi operatsiya 24-aprelda bo'lgan-ku, 25-aprelda ma'lum bo'lgandan keyin 28-aprel sanasi bilan arizasini qabul qilishgan. Lekin aslida u 20-aprelda ariza yozgan. Ya'ni bu umuman to'g'ri kelmaydi. Ya'ni uni siyosatga, ya'ni u meni karyeram, mana paradigma ishimga to'g'ri kelmaydi bu deb davlat kotibligim, tashqi ishlar vazirligim muhaytan ketsam ketaveraman degan. Mana shu o'zimni nimamni bu to'g'ri kelmaydi. Odamlar o'ladi deganda u bilgan bu holat. Demak, operatsiya AQShni qaysidir ma'noda, ya'ni qutqarish uchun operatsiyaning mohiyatini qarang, Eronni ichiga, Teres, ya'ni Dashti Kabir degan tarafiga, Turkmaniston tarafga, bu Janubiy Xorason viloyatida edi. Mana Teres mana bu shaharga nima qilish, maxsus nima tashlash edi, desant tashlash edi. Bu desantlar endi Misr orqali, mana bu o'sha vaqtlardagi endi qisman nima Afg'oniston orqali ham kechasiz, Afg'oniston orqali deb nima Pokistonni yo ko'magida ham amalga oshirilgan. Pokiston endi bu davlatdan ittifoqchi bo'lgan-ku davlatlar. Va bu yerdagi Tebes shahri deyiladi, 30 ming kishilik aholi. O'sha shaharda eski Britaniyaliklarning nimasi bor edi, aerodrom bor edi. O'sha aerodromni bitta guruh egallash kerak edi. Va u egallagandan keyin, egallab turgandan keyin ikkinchi bu maxsus guruhda harbiylar borib o'sha yerga tushish kerak edi-da. Keyin ular Tehronga borish kerak edi.
elchixonani qarang-da endi bu nima deydi, shuncha odam yo'lda bilmas ekanda degan tushuncha bor-da. Tehronga markazidagi elchixonaga kirib, elchixona atrofida o'zi qancha odam bor-da. Eron tizimini yordam beryapti-da o'zi. Bu vaqtda Islom inqilobi muhofazasi korpusi o'zi shakllanib ancha jiddiy faoliyat olib boradi. U yerdagilarni o'ldirib, ozod qilib, garovdagilarni olib, yana qaytib shu aerodromga, keyin bu yerdagi samolyotlarda chiqib ketish kerak edi mamlakatdan. Rejani qarang-da, o'zing ham nima deydi, fantastik-da bu mohiyatanda. Ya'ni bu operatsiyaning boshidan o'zi o'xshamasligi ma'lum edi, lekin bunga ishonishganda, AQSh ba'zida shuna bo'ladiki, ya'ni qudratga ishonib qolish bo'ladi-ku. Va bu operatsiyani boshlig'i James Watt bo'lgan. Agar imkon bo'lsa uni ham suratini chiqarsangiz, general bo'lgan odam. Endi Koreya urushi, Vyetnam urushlarida qatnashgan haqiqiy harbiy, lekin bu operatsiyada o'zi sharmandalarcha nima deydi, uni loyihasi o'tmagan. Agar imkon bo'lsa, uni tasvirini chiqarsangiz mana. James Watt general. AQSh general. Agar uni tasvirini ko'rsangiz, hatto nima deydi, xuddi mana Avatar kinolarida degan polkovnik obrazi bor-ku, boshqa sayyorani egallagan, o'shalarga ham o'xshab ketadi. Masalan, prototip olinganga ham o'xshaydi. Laqabi ham general bo'lgan ekan. Watt. James Watt. Xo'p, Koreya urushi va Vyetnam urushlarida qatnashgan. Haqiqiy qirg'iy deymiz-ku, to'g'rimi? Shu hozir aytgan. Demak, bu operatsiyani ular rejalashtirishgan. Rejalashtirganda 8 ta samolyot ishtirok etishi kerak edi va bu yerda 6 ta vertolyot qatnashishi va bu holatda kechasi 8 ta vertolyot, 8 ta samolyot rejalashtirilgan, lekin 4 ta samolyot borgan. 4 ta samolyot, 8 ta vertolyot. Chunki boshdanoq o'zi muammolar ko'rinib qolgan. Ya'ni operatsiya 1980-yil 24-aprelga mo'ljallangan. Operatsiya nomi Burgut panjasi edi. Mana xuddi shunday, mana shu vertolyotlarda borishi kerak edi. Mana RH-53DS degan vertolyotlar. Yo'lga chiqqan ular, bilamizki, o'sha aviatashuvchidan va bu yo'lga chiqqanida ko'tarilgandayoq o'zi bitta vertolyotda parragidan muammo bo'lib qaytishiga to'g'ri kelgan. Ikkinchisi bo'lsa yo'ldagi adashib qolish masalalari bilan bog'liq bo'lgan. Xullas, boshidayoq o'zi muammolar boshlangan. 24-aprelda. Bular borishgan o'sha Dashti Kabirdagi nimaga, agar imkon bo'lsa mana chizmasini ham ko'rishimiz mumkin. Operatsiya rejasini mana agar hozir suratini tashlab yubordim. Shuni agar mana ekranga chiqarsangiz. Nurbek aka. Ha, shuni operatsiya rejasi degan surat bor. Shuni chiqarsangiz qulayroq bo'ladi. Mana bu aviatashuvchi, xuddi o'sha foydalanilgan mana uni ko'rishingiz mumkin. Operatsiyani ko'rishingiz mumkin. Nima deydi, mana hozir adam nimasi bor-ku, Hormuz bo'g'ozidan sal nariroqda janubda joylashgan aviatashuvchidan uchib borish kerak edi. Ular mana tashlanish kerak edi. Ikkita guruh ketyapti. Va mana Dashti Kabirda qo'yiladi, Tebes shahrining yaqinida va keyin u hech kim bilmaydigan joy deb hisoblanardi, lekin ular xato qilishgan. Umuman lokatsiya noto'g'ri tanlanganda. Sabab u yer o'zi magistral yo'ldan sal narida bo'lganda, uni ko'rinib turgan. Ya'ni hamma kelayotgan samolyotlar boshqalarni ham ko'rib qolish ehtimoli baland edi-da. Mana birinchisiga tushishi kerak edi, keyin ikkinchisi tayyorlab turib, bunga olib borib, bundan uchib borish kerak edi-da. Ko'ryapsizmi? Mana hozir 3 ta g'oyada bu yerda masalada. Tehronga yetib borish kerak edi. Birinchisida o'zi muammo bo'lganda, mana birinchi reja yetib borish kerak. Bu yerda mana sal pastroq tushsangiz agar aviatashuvchidan chiqadi. Bular bu yerga birinchi kirib boradi. Mana ikkita yo'nalish bo'yicha samolyotlar ham vertolyotlar borilyapti. Ungacha ular ikkinchisini tayyorlab turib, ikkinchisiga boradi-da, bu yerdan hujum qilib turib, qaytib keyin yana nima deydi, chiqib ketish kerak edi. Tushundingmi? Bu yerdan mana samolyotlar olib ketish kerak edi. Ya'ni olib ketish kerak ekan, vertolyotda borishgan, samolyotlar olib ketish kerak edi ularni mahsulotlarda. Zapravkachi samolyotlar bor edi. Nimaga bu yerda asosiy masala bular Eronni nima deydi,
Kuvayt deb o'ylashganmi, Bahrayn deb o'ylashganmi, bu holatda, ya'ni bu kichkina ekskursiya deb o'ylashganmi, juda sezilib qolgan, ya'ni operatsiyani juda xom ekanligi, mohiyatan o'sha davr uchun ham, ya'ni harbiylik jihatdan ham bu James Watt o'sha aytganki, men hayotimdagi eng katta xatoim shu operatsiya edi deb aytgan. Bo'lmasam o'zi kuchli general bo'lgan, urushlarda qatnashgan, lekin o'z kuchiga katta baho berib qo'yganda va Eronni past nazar bilan qarashgan bu holatda. Va yana bir narsani hisobga olishmagan ular, ya'ni avvalo bitta parrak ishlamay qolgan, ya'ni texnik jihatdan ham tayyor ishlamay qolgan, ya'ni bittasi samolyot orqaga qaytgan o'sha holatda-da, o'shada vertolyot. Vertolyot. Keyin bittasi bo'lsa ishida muammo bo'lib qolgan. Xullas, qum bo'roniga duch kelib qolingan. Xullas, qum bo'ronida ham yana bittasi adashib yana orqaga qaytib ketgan. Xullas, boshidanoq muammo edi. 24-aprel kuni ular borishgan. Borganidan keyin bu egallangan joyda ularni unutmaslik kerakki, tushayotganida mana qum bo'ronini bitta surat tashlab yubordim-da, agar qum bo'ronini bitta ko'rsatib yuborsangiz, o'shani ham, ya'ni qum bo'ronlari ham katta rol o'ynaganda. Bular hali bu narsalarni ko'rmagandi-da ular. Nisbatan halidan dengizdagi nima deydi, musson shamollariga o'rganib qolgan edi-da ular haqiqiy holatda. Ya'ni Eron chiqarsam, mana bu hozir real, bu real surat. Bu real yaqindagi holat, bu misol, xuddi shunday qum bo'ronlaridan biri bo'lganda. Biz dasht kabrda bo'lganda bular ham cho'l o'rtasida qo'rqinchli bo'lar ekan. Albatta qo'rqinchli bo'ladi. Bular o'zini yo'qotib qo'yganda bo'lsa kerak o'sha holatda va xuddi shunday qum bo'ron. Endi to'g'ri, balki AQSh harbiylari vaziyatdan chiqish uchun o'zlari noprofessionalligini oqlash uchun shunaqa bo'lgan deb aytadi-ku ba'zida. Bo'lishi mumkin. Ertaklar qilib yuborishi mumkin, lekin real holat bu, real surat bu. Xuddi shunday holatlar bo'lib turadi dasht kabrda o'zi, tabiiy holat. Demak, 24-aprel kuni tushayotganida o'zi egallayotganda nima bo'lgan? Zapravkachi samolyot, ya'ni yoqilg'i samolyot bilan vertolyot to'qnashib ketgandi. O'ziniki bilan o'zi. 8 kishi halok bo'lgan. 8 kishi halok bo'lgan, ular qolgan va o'sha vaqtda yo'llar odamlar ko'rayotdi-yu, ya'ni yo'lni ular anaqa qilish uchun bitta benzovoz, ya'ni nima yoqilg'i tashuvchi avtomobilga granata otishgan. Bitta yo'lovchi fuqaroning yonidagi shofyorning yonidagi odam halok bo'lgan. Haligacha aniqlamagan mana hozir. Ya'ni bu jinoyat o'zi, xalqaro jinoyat o'zi. Nima deydi, haydovchi qochib ketgan, o'zi ma'lum bo'lib qolgan, o'zi. Ya'ni o'zi 1 soatda hal bo'lganda buni amaliyot 1 soatda amalga oshmagan. O'zi boshida o'zi portlash bo'lgandan keyin o'zi ma'lum edi. O'zi shuni ko'rboq harbiylar aytganki, keyin biz ko'rgandayoq aerodrom joylashganini ko'rgandayoq operatsiya barbod bo'lgan tushungandik deyshadi. Chunki yo'l ko'rib turgandi deydi. Biz hamma kuzatib turgandi deydi-da. Va shundan keyin ular nima deydi, shu holatda qochishga doimgi o'sha asosiy ishlardan birini tanlashgan va samolyotlar, ya'ni bu yerda unutmaslik kerak, bitta vertolyot, mana suratlari ham bor, imkon bo'lsa mana bitta vertolyot, bu vertolyot u naryoqda tashab 5 ta vertolyot tashab ketishgan. Eron o'ziga sovg'ada endi qaysidir ma'noda. Bitta vertolyot portlagan, yana bitta samolyoti ham bor o'sha. Shunchalik ham tayyorgarliksiz operatsiya qilgan. Ha, o'ta sharmandalik, o'ta shoshilishgan holatda, ya'ni mana shu tasvir nimadan olingan, sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvir bu. O'rtada samolyot bu albatta mana AQShni o'sha yoqilg'i tashuvchi o'ziga yarasha samolyotni ko'rishingiz mumkin. Lekin bu yerda bitta masala borki, o'ng tarafda bo'lsa o'sha portlagan. Ikkitasi to'qnashib bir-birini nima qilgan? Barbod qilib qo'yganda o'zi mohiyatan. Endi ikkinchidan bo'lsa, naryoqda bo'lsa tashab ketilgan. Tayyor vertolyot. Bu sharmandalik holat bo'lgan, o'sha holatga nisbatan. Endi tasavvur qilish kerakki, bu yerda AC-130E Hercules tanker ham deyiladi. Narigi suratga chiqarsangiz, o'sha o'rtadagi portlagan samolyotni, bo'lsa Skorsky degan vertolyot mana bular. Skorsky vertolyotlar. Vertolyotlar shu tashab ketishganda, ha. 6 ta vertolyot bilan kelishgan, bittasi portlab ketgan, bitta samolyot portlab ketgan, 5 ta vertolyotni tashab ketishgan. Qolgan 4 ta samolyotga chiqishganda qochishgan. 25-aprel versiyada. Va o'sha eson-omon Misrga yetib olishgan keyin o'sha nima deydi? Saudiya Arabistoniga o'tib, u yoqdan yetib ko'rishgan mana, qochish yo'li. Muhimi o'sha 8 ta albatta 8 ta odam halok bo'lganda, eng qizig'i manzilga yetib bormasdan, hali Tehronga bormasdan turibdi. Ya'ni uni hali eronliklar urmagan uni. Urmagan ularda. Eng qizig'i, lekin bitta holat borki, eronliklar ham qurbonlar bor. Bitta fuqaro qurbon bo'lgan va shuningdek
5 umuman 6 ta bo'lgan. Ha. Bu harbiylar. Ya'ni kimlar? Islom inqilobi korpusi qo'shinlari bilan Eron armiyasi bir-birini amerikalik deb hisoblab o'rgandi. Phantom degan samolyotda bir-birini urganmi? ha, friendly fire. Ya'ni nima deydi? Aniga do'stona o't ochish. qo'shni ochish. Endi biz o'zbekchaga shunaqa o't nomlash noto'g'ri deb o'ylayman. Boshqacha nom qo'shgan do'stona. Hatto qo'shni ochishda ham noto'g'ri bo'ladi. Adashuv desa, Ha, xullas nima deydi? Adashuv. adashuv yoki yanglish o't ochishmi? Ha, halokatning adashuv bo'lib, Halokatlar. samolyotda ular urushgan, mana xuddi shu mana Phantom 2 degan amerikaliklar yetkazib bergan samolyotlar edi, shoh davrida olingan. Shu samolyotda Islom inqilobi korpusini nimalardan o'tgan va ikkitasi bo'lsa minaga duch kelgan. Minaga duch kelgan, chunki bu yerga minalashtirib ham qo'ygan dedi. Portlashlar bo'lgan va bu operatsiya ma'lum bo'lgandan keyin sharmandasi chiqqan Amerika Qo'shma Shtatlarini, ya'ni darrov Eron, endi Eron aytganki, bizni o'sha samolyot uni halok ikkitasi to'qnashishiga ham o'zi bizni Phantom samolyotimiz sababchi bo'ldi. Ular chalg'itdi deb aytishadi. Endi bu haligacha ikki tomon har ikki xil versiyani aytadi-da. Amerika mana ehtimol tan olishni istamas, bu juda ham katta holatda. Lekin endi shundan keyin o'liklar qolib ketdi-ku. Va shundan keyin o'liklar qolib ketgandan keyin o'sha vaqtdagi mashhur arxiyepiskop Ilarion Capucci, suriyalik bu yepiskop, bu aslida arab, lekin Isroilga qarshi bo'lgan 4 yil Isroil qamoqxonasida yotib chiqqan odam bo'lgan. Agar imkon bo'lsa shu insonni yepiskopni ham arxiyepiskopni tasvirini qo'ysangiz, bu odam nimaga Falastin ozodlik tashkilotiga qurollar yetkazishda ayblanib qamoqqa olinganda, keyin uni himoya qilish uchun shuna gaplarni aytgan. Ya'ni ya'ni Holocaust davrida Yahudiylarni qutqarish uchun qancha yepiskoplar kerak bo'lsa qurol ishlatishgan-ku. Nima deydi, sizlar xalqaro huquqda bosib olgan hududlarni, arablarni himoya qilish uchun biz qurol yetkazsak, biz aybdor bo'lamizmi degan javoblar qilgan ekan. Agar shu inson imkon bo'lsa, shu inson haqida ko'rsatuv qilinsa ham bo'ladi degan fikrdaman. Ya'ni o'zini bo'lgan, juda ham qat'iy tarafdori bo'lgan, musulmon davlatlarining deyarli barchasida, arab davlatlarining deyarli barchasida mukofotlarni olgan, davlat mukofotlarini. Asli suriyalik, arab, xristian, Rim katolik cherkovida katta o'rgan, grek cherkovida bo'lib, katta tizimga ega bo'lgan, lekin bu inson Ilarion Capucci juda ko'plab mukofotlarni qo'lga olgan, Isroil qamoqxonasida 4 yil qamalib chiqqan. Xolos, mashhur insonlardan biri bo'lganda, Isroil nimasiga qarshi bo'lgan. Ya'ni xalqaro huquq tarafdori bo'lib, bir necha marotaba o'rtada turgan va hali 444 ta kunlik bordi-yu, 52 kishini ham qutqarishga katta rol harakat qilyapti, lekin uni kelishuvni Eron parlamenti kelishuvidan oldin fransuz matbuoti chiqarib yuborgan. Keyin Eron parlamenti deganda, keyin rad etishganda, keyin bo'lmay qolgandi-da. Bu odam borgan Eronga, ko'rishgan Eron rahbariyati bilan, obro'si baland edi. Xullas, Oyatulloh Xumayniylarcha hurmat qilardi bu insonni. Chunki nima deydi, xalqaro huquqni birinchi o'ringa qo'yib Isroilni keskin tanqid qilardi-da bu inson. Va o'sha inson nima bo'ldi? O'liklarni o'sha may oyida nima deydi, ya'ni o'lganlarni olib ketishga ruxsat bergan Eron rahbariyati, shu inson olib chiqib ketgan. Ya'ni 2 haftadan keyin ularni Shveysariya orqali keyin Amerikaga yetkazgan. Mana Arlingtondagi ularni qabri ham bor, 8 ta odamni o'sha holatda. Unutmaslik kerak, aynan shu operatsiyasi Burgut panjasi operatsiyasining barbod bo'lishi va haligi garovga olinganlarni ozod qilish bilan bog'liq masalalarda, ya'ni sharmandaliklar Jimmy Carterni saylovda mag'lubiyatga uchrashining eng katta sabablaridan biri bo'ldi-da. Demokratlar mag'lubiyatga uchradi, respublikachilar g'alaba qozondi. Lekin unutmaslik kerak, boshlangan Eron-Iroq urushi bilan Eronni band bo'lib qolishi, shuningdek Sovet ittifoqining Afg'onistonga hujumi bilan bog'liq masalalar, ikkinchidan juda boshqa Afg'onistondagi bog'liq ikki tomonga ham bu masalani yopish kerak edi va Oyatulloh Xumayniy rahbariyati ham bilgan, Reygan qattiqroqda bu masalada. Ya'ni Carterni kelish ehtimoli baland va Carter bilan 20-yanvar 81-yilda kelishgan. Almashish bo'yicha Jazoir kelishuvi bo'lgan va 52 kishi 27-yanvarda qaytarilgan-da. Ya'ni bu holatni nima? Ya'ni Reygandan oldin, ya'ni o'zidan qoldirmaslik uchun muammoni hal qilgan Carterda. Va ularni kutib olib, o'sha nima deydi, topshirilgan.
va bu holat unutmaslik kerak. Aynan mana shu operatsiya ham Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy jihatdan operatsiyalar ham juda ham muvaffaqiyatli bo'lmasligiga, ba'zida kulgili, sharmandali xatolar bo'lib qolishini ham dalolat beradi. Shuning uchun ham qudratga ko'p ishonib qolish ham zarar ekanligining yorqin namunasi bo'ldi deb ayta olaman. Amerika Qo'shma Shtatlari endi hali oxirigacha davlatni egallay olmagan kuchlarga yutqizib qo'ygan bo'ladimi shunda? Hali to'laqonli legitim bo'la olmagan, hali hokimiyat kimga ekanligi aniq bo'lmagan nima deydi, bosh vazirlar, prezidentlar almashib turgan davlatga yutqazib qo'yganda muhitda. Bu ko'proq o'zining xatosi bilandi. Ya'ni bu noprofessionallik, iqlim o'sha nima deydi, qum bo'ronlari bilan bog'liq holatlar. Ikkinchidan bo'lsa, shoshma-shosharlik natijasi bo'ldi. Bu operatsiya AQSh tarixidagi eng sharmandali holatlardan biri bo'ldi va Erondan uchralgan ochiq mag'lubiyat sifatida bo'layotdi. Va eng qizig'i, ular tashab ketgan joydan u xaritalarni, operatsiya rejalarini, kodlashni ma'nolarini, o'sha daftarlari bor-ku, harbiylarning maxsus. Hamma narsani tashab ketishganda, Jon Kerri deb hech bo'lmasa o'shalarni portlatishmagan hamda, shunchalik shoshirishganki, aytadiki, shunchalik shoshirishganki, hamma narsani tashab ketdi deydi. Tez chiqib ketishgan. Juda ham tez chiqib ketishganda, hatto inglizlar ham bunga ulgurishmasdi deydi-yu o'shanday holatda. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, demak studiyada doimiy ekspertimiz